nafaqat Buxoro, hozir Qashqadaryo, Samarqand, Navoiy, Qiziltepa shuncha tadbirkorlar yig'ilib qoldik. Bu siz xudo xohlasa yo 4-chi yo 5-chi spiker bo'lasiz, inshaalloh. Va sizga o'xshagan shu katta spikerlar bilan boshladik ishni. O'sha kunda yana bitta bizani odatda an'analarimiz bor, haqiqatan ham bizani kuzatuvchilarga yana aytamiz, ustozni ogohlantirmadik. Ustozdan nima sovg'alar, nimalar kutamiz, balkim darslardan beralarmi, qanaqadir ellikfoizlikmi yoki bo'lmasam qanaqadir adabiyotlarmi. Xudo xolasa ustoz shunga bir to'xtalib o'tamiz. Mayli, men ilmimiz uchun, shogirdlarimiz uchun mana shu kitobimni qilganman, jali perfeksionist insonman. Ajab emas, xudo xolasa o'sha kuni darsga kelib bir aktiv qatnashgan 4-5 insonlarga ersak bir yaxshi planlarimizdan hadya qilamiz. Yo'q, Husan aka bizga bu bilimlar kerak ekan. Darslaringizda o'qish niyatimiz bor, onlaynmi, offlaynmi desa, xudo xolasa eng chiroyli bir balkim yaxshi takliflarni ham beramiz. Kimga rizqi nasibasi qo'shilgan bo'lsa,